Assalomu alaykum qadrdonlar, navbatdagi damazimiz. Bu damaz orqasidan damaz urgan. Damaz oldimcha bunchalik yomon bo'lmagan, lekin mana orqasi qattiq bo'libdi. Bu hattoki mana shu ramazgacha bu ko'ribdi. Tortamiz buni ramalarni ham tortib, xudo xolasa chiroylab joyiga qo'yib, chiroyli holatga keltiramiz inshaalloh. Kuzatib boring qadrdonlar. Assalomu alaykum qadrdonlar, mana ikkinchi damazimiz. Mana shu oldi bilan nariga damizimizni urgan. Bunaqa holatda ko'rib turganingizdek. Bu ham yengil ham bo'lmagan, qattiq ham bo'lmagan. Mana shu TV tarafdan uribdi-da bu. Mana shu holatda. Endi buni men qilib beraman, men vaqtim yo'q, bularga tez bo'lish kerak. Shuning uchun bular boshqa ustaga olib ketishdi. Narigini men qiladigan bo'ldim. Buni boshqa usta qiladigan bo'ldi. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Biz buni chiroylab o'xshatib beramiz, lekin egalari aytgandilar bunaqa joylarni yo'qotib, kraska tegizib, pallovka qilib, yaltiratib berasiz deganlar egalari. Xudo xolsa endi o'shani ham qilib bersak kerak. Ya'ni gaplashamiz, telefon qilaman dedilar egalar, ketdilar. Mana yerda bu kraska ko'chgan, mana yerda bu. Shuni hammasini yo'qotib birato'la chiroylab qilib beramiz buni ishlaymiz. Kuzatib boring qadrdonlar, kimga shunaqa ishlagan bo'lsa bemalol tavsiya qilib badalitsa qilib qo'yishingiz mumkin. Mana qadrdonlar, ba'zi mushamiz juda tezlab ketib qoldi, shuning uchun videoga ham ololmadim. Xudo xolasa mana kriloni yangi tortib, o'zini pajag'ini chiqazib, yangi qo'ydi. Mana kapotni ham pajag'ini terib beliga ishib qo'yilibdi. Mana shetno kraska bo'ladi. Taglari ham shogird bola ishlab turibdilar mana. Tuzlar. Hop. Shunaqa gaplar. Endi egalari o'zi mana qanday joylarimni podrovka qilib, moshina bezrayib qolgan. O'sha mana qanday joylarni yo'qotib, qonni bitta podrovka qilib bering ditganlar kecha. Shuni dedilar egalari. Bu yana gaplashaman. Qilib bering desalar. Kirlolarda mana qanday joylar bor ekan, ishlangan, mana joylar. Aytda pajag'i bor ekan. Xullas mana kirloni sepish kerak. Hop. Yoki ponni podrovka qilish kerak. Mana yerlarni sepish kerak. Mana yerlarda bor, mana kirlolarda. Ishini ochganlar, mana shetlari bor, mana shular hammasini yo'qotib bering dedilar. Aynan saldirib gaplashamiz. Torpedan ham sepib olamizmi? Men o'zim ko'rdim o'zi. Aytaman. Torpedan ham sepib oladi deyman. Sepib olsa torpedan ham chiroyli bo'lib qoladi. Xudo xolasa bezrayib ketganda. Shunaqa ishlar bor ekan mayda shuyda. Ko'rib, qarab berasiz. Juda chiroylab dedilar. Halida ham bor ekan. Shunaqa gaplar. Bale, no, kraska tegizib. Podrovka qilsa juda o'chiladi mana shuna. Ancha bezrayib ketgan ekan. Shunaqa. Bag'i ham shunaqa, mana uni ruchkalarni ham qo'liga sepib bessak. Xohlasa, o'sha chiroyli holatga keladi. Mana ishlab xizmat qilib, hali xizmatda yuravergan damazimiz. Shunaqa gaplar. Kuzatib boring qadrdonlar. Mana qadrdonlar, mana mushtamiz ham xudo xolsa kraskaga bag'i tayyorlanibdi. O'z gazetda yopishtirib chiqibdi mana bu yog'ini. O'sha atgamdan qo'shimcha joylari bo'lib ketdi. Ancha joy qo'shimcha joylar bo'lib ketdi. Qo'ring dedilar egalari. Bunaqa qiroqlari xunuk-yu. O'shanga joylarni qo'radigan bo'ldik. Hamma eshiklar o'sha laboratoriya qiroqlari, mana bu joylari. Neda bor ekan? Beyda. Mana Bilis. Mana yerda bor. Mana yerda bor, yo'rg'ida be svarka qildim deydi. Haftaga endi svarka qilib. Bunaqa joylari. Shularni hammasini sepib yo'qotamiz. Xudo xolasa chiroylab podrovka qilib beramiz. İnşallah. Kuzatib boring. Nimani lentalarni olib tashlani dedilar.
boshqa yopishtirib olaman dedilar. Shunaqa. Kuzatib boringlar qadrdonlar. Chiroyli chiqadi, xudo xohlasa mana shu. Ishlarga qo'yamiz. Zo'r yaltirani qo'ydim. Endi men torpeda kurslar holatini mana qanaqa. Juda xunuk holatda qolgan. Shunga inshaalloh torpedaga chiroyli qilib qilib beramiz bu kunlar. Dog'lar bo'lib qolgan. Mana kurslar uchib ketgan. Uchib ketgan rangidan var. Chiroyli qilib qilib beramiz inshaalloh. Kuzatib boringlar qadrdon. Odamimiz ham bir xolis deyarli yig'ib bo'ldim. Rostini o'ynalarni qo'yish kerak. Pedirovkadagi qo'yamiz. O'z pedirovka qildim. Mana bu taraflarni pedirovka qilib qo'ydim. Xolos yaxshi. Endi men orqalarini mana taraflarni pedirovka qilmaganman. Endi qilaman bog'larni. Mana ichlarni yig'aman. Tak mana bamperlarni, stoplarni yig'ib bo'ldim. Xolos mana. Bu taraflar mana tomni yo'llarni hammasini pedirovka qilib qo'ydim. Chiroyli xudo xohlasa. Shunaqa gaplar. Oldilarni, mordalarni, tomlarni, old taraflarni qilmaganman, endi ularni qilamiz. Shunaqa ishlab turibmiz. Kuzatib turinglar. Xo'p, qadrdonlar, mana xudo xohlasa pechatlarni chiqazib bo'ldim bunaqa zavodskoy. Valida ham xuddi shunaqa. Kirlarni almashmagan dakka. Kraskani sepib, rangi ham xudo xohlasa ajramaydi, zo'r inshaalloh. Raqam qilg'onlar zanglar bo'ldi, hammasini yo'qotib yubordim. Uncha defektlarni yo'qotib, polni pedirovkagacha qilib yubordim. Yengil pedirovka bo'lgan, unaqangi blatnoydagi pedirovka, krutoy pedirovka bo'lmagan, har doim aytaman. Yengil pedirovka. Oddiy pedirovka, unaqangi blatnoy, krutoy pedirovka qilish shu. Dollarlardan to'lash kerak, dollarlardan. Bu dollarli ish emas. Lekin xudo xohlasa shu ham mana zo'r nakleykalarni yopishtirilishi. Mana endi ozgina pajaq bor-ku, nakleyka bo'lganda bilinmaganda. Endi olib borib nakleykalarni yopishtirg'izarlar boshqa joyda. Xudo xohlasa. Ko'rib turganingiz mashina o'ta chiroyli bo'lib ochildi. Bamperi ham qoraga bo'yab yubordilar, bo'yab yubordim. Bakolarni, ruchkalarni qoraga sepib. Xudo xohlasa, zazorlar ham umummasi yaxshi. Stoplar chiroyli. Mana kapot bagaj o'chirish yopilishlari ham yaxshi. Bog'larni ham xudo xohlasa yaltirashlari yaxshi. Sig'i joylarni zanglar bo'ldi, hammasini yo'qotdim. Mana chiroyli bo'ldi. Xudo xohlasa endi olib borib nakleykalarni yopishtirib olsalar. Dalish yana mineralni xizmat qilaveradi mashina. Shunaqa gaplar. Ammo ishning ichilarini ham chiroyli qildim. Mana joylarga chiroyli qilib, mana torpedalargacha bo'yab, buni chiroyli qilib torpedalargacha. Ruchkani bezrab ketganda chiroyli holatga keldi, xudo xohlasa. Mana shunaqa gaplar. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa, qo'ldan kelsa chiroyli qilib beramiz. Kelasi videolarda ko'rishguncha.